enjoy the fun, 'cause we've just begun. Just look. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Magic never ends, the shining twinkle tears, and the brave that never fears. Just look what fun. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Just look what fun. Сказки братьев. Aka-uka Grimm ertaklari. Journey to Tailland with a happy band. Bo'ri bilan tulki. Salom janob bo'ri. Sog'ligingiz yaxshimi? Meni sog'lig'im bilan seni nima ishing bor? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Juda ochman. Lekin janob bo'ri, meni hozir yemasligingiz kerak. Axir yosh bolalarim bor. Ularni katta qilishim kerak. Demak, bolalaringni katta qilganingdan keyin seni yesam bo'ladimi? Yo'q, albatta. Bunga hech qachon imkon bermayman. O'rmondagi hamma hayvonlar bo'ridan qo'rqishardi, chunki u juda kuchli edi-da. Bolajonlarim, tezroq suvga tushinglar. Hovuz o'rtasiga qarab suzinglar. Tezroq, och bo'ri kelyapti. Bo'ri kuchli, badjahl bo'lsa-da, o'ta befarosat edi. Shunday qilib bo'ri kuchli, vahshiy va shu bilan birga ovqatni yaxshi ko'radigan ochofat edi. Lekin u odamlarga hech ham bas kela olmasdi. Bu tulki, u oddiy ko'ringani bilan bo'ridan ancha ayyor edi.
kecha men olib kelgan go'shtni kim oldi? Voy yaramas-ey, bu sening ishingmi? Mana senga. Yaramas. Go'shtlik hidi kelyapti. Hidi qursa. Yomon hid kelyaptimi? Gapirma. Meni kechiring. Keyingi paytlarda nima bilan qorin to'ydiryapsan, ha? Hech narsa bilan och yuribman. Demak, hozir seni yesam maza qilmas ekanman-da. Ha, hazilingiz qursin. Hazillashayotganim yo'q. Uzr, menga shunday tuyuldi. Nima deb o'ylaysan? Nima? Bilasanmi, Tulkivoy, o'zimga birortasini shogirdlikka olsammi deb turibman. Yaxshi bo'lardi, xo'jayin. Xo'jayin? Men xo'jayinman. Voy o'g'ri. Ja, o'sarsanda. Qarg'a nega go'shtni ololmaganligini tushungan bo'lsangiz kerak. Agar tushunmagan bo'lsangiz, hozir ko'rsataman. Shogirdim bo'lishni xohlaysanmi? Sen nima deysan? Senchi? Xullas, hech kim bo'rini shogirdi bo'lishni xohlamadi. Ayiq ham keskin tarzda rad etdi. Biz rosa o'xshar ekanmizmi? Biz deganingiz kim? Sen bilan menda? Yo'q, o'xshamaymiz. Yaxshilab qara, biz bir-birimizga juda o'xshar ekanmiz. Seni ham to'rtta panjang, duming bor. Nazarimda siz ko'proq itga o'xshaysiz. To'g'ri, bolalar itga o'xshaydi. Lekin itlar odamlar bilan birga yashaydi. Shuning uchun itlar menga hech qachon sadoqatli shogird bo'la olmaydi. Lekin men ham sizni shogirdingiz bo'lmoqchi emasman. Seni roziligingni so'rab o'tirmayman. Qarorim qat'iy. Bugundan shogirdim bo'lasan. Tamom vassalom. Bugundan boshlab? Avval meni uyimga ko'chib o'tasan. Shunda yaxshi bo'ladi. Bordi-yu, agar men Nima? agar shogirdingiz bo'lishni xohlamasamchi? Unda nima qilasiz? Bilib olgan yaxshi-da. Juda oddiy. Seni yeyman, tushundingmi? Yo'q, yo'q. To'g'ri, seni yegan maza qilmaydi, lekin menga baribir yeyaveraman. Shuning uchun rozi bo'lishingni maslahat beraman. Roziman, roziman. O'rgan, meni ko'rishlari bilan hamma tumtaraqay bo'lib qochadi. Ha, Bosh nima deysan? nima? Haligi barcha jonivorlar bizdan qo'rqishadi. Bu senga yoqadimi? Ha, Shogirdim bo'lganing uchun bir talay imtiyozlarga ega bo'lding. masalan, Masalan, yemish topish oson bo'ladi. Ularni boshqalardan tortib olaverasan. tushunarli. Endi shogirdim bo'lganingni hammaga e'lon qilishimiz kerak. Yo'q, yaxshisi kerak emas. Ey o'rmon ahli,
Quloq solinglar. Bugundan boshlab tulki shogirdim bo'ldi. Unga bo'ysunmaslikni menga bo'ysunmaslik deb bilaman. Ha. Xo'sh, uyim yoqdimi? Mana bu oziq-ovqatlarni qishga g'amlab qo'ydim. Ikkalamizga bemalol yetadi. Qishda och qolmaymiz. Qornim ochib ketyapti. La'nati. Yeb qo'ya qolsammi, a? Ochlikdan o'lay deyapman. Lekin o'z shogirdimni yeya olmayman axir. Ortiq chiday olmayman. Ey tulki, tur o'rningdan. Tur. Ha, uyqum kelyapti. Nima deding? Tur deyapman. Tezroq bo'l. Tur o'rningdan. Nima, bahor keldimi? Yo'q, hali kelgani yo'q. Unda nega bezovta qildingiz? Bahorgacha uxlayman. Men ochman. Unda biron narsa yeb oling. Hech narsa qolmadi. Ha, tushunarli. Bunaqa ochoqatligingizni bilmagan ekanman. Sen bo'lmaganingda yetardi. Axir ozgina yedim xolos-ku. Juda ochman. O'zingiz bilasiz-ku, qishda yemish topish qiyin. Hamma bahorni kutyapti. Siz ham yotib uxlang. Qornim och bo'lsa, kecha ham uxlay olmayman. Xo'sh, nima qilamiz unda? Xo'sh, biror yegulik topib kel. Tashqari juda sovuq. Sovuq? Ochlikdan o'lgandan ko'ra shamollab qolgan yaxshi. Bo'pti, boraman. Tezroq ovqat topib kel. Lekin men Ovqat topib kelmasang, o'zingni yeyman. Yaxshi ekan. Rosa maza qildi. rostami? Bor yana olib kel. Endi sizni navbatingiz. Oy, qornim to'ymadi, yana yegim kelyapti. Axir o'zingiz ham baliq ovlashni yaxshi ko'rasiz-ku. Buni ustiga menikiga o'xshash dumingiz ham bor. Ha, tutdim. Namuncha kichkina? Uxlab qolibman va ya, ilinyapti. Jinursin, nima bo'lyapti? Oy, tulkivoy, yordam ber, tezroq kel. Bo'rini ovozi-ku. Tulkivoy, yordam ber, meni qutqar. Nima bo'ldi, xo'jayin? Dumim muzlab qoldi. Ana xolos. Siz ham harakat qiling-da. Meni kuchim yetmayapti. Qani? 1, 2, 3. O'zi eriguncha shu yerda o'tirishingizga to'g'ri keladi. Nima hazillashyapsanmi? Kel, yana bir marta urinib ko'ramiz. 1, 2, 3. Qani, voy! Bahor keldi.
tulki bo'ridan qutulish yo'lini izlardi. Uni shogirdi bo'lishni hech ham istamasdi. Yo'q, sen hech qayerga ketmaysan. Sen yaxshi shogird chiqding. Doim men bilan birga bo'lasan. Qochib ketsam-chi? Nonkot. Agar qochib ketsang, seni yer tagidan bo'lsa ham topaman. Qo'rqitmoqchimisiz? O'shanda ko'rasan. Voy, qornim ochib ketyapti. Yana-ya? Kecha qo'zichoq yegandim. Bugun yana ham mazaliroq bir nima yegim kelyapti. Biron nima o'ylab top. Quymoqqa qalaysiz? Quymoq? Bilmadim, hech tatib ko'rmaganman. Uni qayerdan olamiz? Ha? Quymoqni ajoyib hidi kelyapti. Ortiq chiday olmayman. Bor, tezroq olib kel. Sabr qiling, hozir olib kelaman. It yo'q ekan. Hidiyam chakkamas shekilli, ha? Yasha, qoyil. Menga qani? Ertangi kunga ham ovqat topib qo'yish kerak. Rosa mazali ekan. Faqat kam olib kelganing chatoq bo'ldi. Voy, yo'qol bu yerdan. La'nati o'g'ri. Mana senga. Mana. Sizga nima bo'ldi? Quymoqdan yana ozgina yemoqchi bo'lib uyga kiruvdim. Odamlar tutolib rosa kaltaklashdi. Hamma yerim zirqirab og'riyapti. Bu yerga qanday yetib kelganimni ham bilmayman. Nima, ovqatlanayotganingizda ushlab olishdimi? Yo'q, aytdim-ku uyga kirgandim-da. Kechirasiz-u, o'zingiz ham rosa qo'polsiz-da. Bu sizni ahmoqligingiz uchun jazo. Hammasiga sen aybdorsan. Nega uyda bag'ri tosh shafqatsiz odamlar yashaydi deb meni ogohlantirmading? Dam olgani chiqibsan-da. Ha, biroz. Nega undan qochib ketmaysan? Vaqt soati kelib qolar. Oy, xo'jayin, ahvollaringiz qalay? O'lgudek ochman, ovqat yegim kelyapti. Tavba. Oy, menga yegulik topib kel, bo'lmasa o'zingni g'ajib tashlayman. O'zingiz bora olasizmi? Qayoqqa boramiz? Qishloqqa dudlangan go'shtga liq to'la bir yerto'la topdim. Yerto'laga? Albatta. Bo'pti. Yur tezroq. Dudlangan go'sht yegim kelyapti. Agar yura olsangiz, unda ketdik. Hech xayringiz og'rimayaptimi? Axir rosa kalta yegansiz. Hechqisi yo'q. Balki shu yerda qolib meni kutib turarsiz. Yo'q, men ham boraman. Tushundingmi? Kimni uyasi? Bu haligi men aytgan yerto'laga kirish yo'li. Bo'pti. Birinchi bo'lib sen kir. Voy xudoyim-ey. Go'shtni ko'pligini qarang. Men ham hozir tushaman. Ha. Sen ham yeyishing mumkin. Ijozat beraman. Katta rahmat. Faqat maslahatimga quloq soling. Ochko'zlik qilmang, tag'in bo'kib qolmang.
ko'rmasam bo'lmaydi shekilli. Tulkivoy qayerlarda yuribsan? Egasi kelib qolmasin deb tashqarida qarab turgandim. Qorningiz ham rosa to'yibdi. Bo'ldi endi, ketdik. Hali qornim to'ygani yo'q, tushundingmi? Shunday. Yo'q. O'zi ham rosa mazali-da. Bu yerga kim kirishi mumkin? Balki birorta hayvon kirgandir. Tulkivoy, shoshma, qayerga ketyapsan? Bu yerdan chiqa olmayapman, yordam ber, Tulkivoy. Endi u bu yerga qaytib kelmaydi. Men ozodman. Nihoyat buradan qutuldim. La 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 la. Продюсер Коичи Мотохаси. Режиссерлар Хироши Саито, Сигеро Омачи, Кузиёши Йокота, Такайоси Сузуки, Жиро Саито, Фамио Киракава. Рассомлар Набиюко Ходжимато, Масари Ямамото, Акира Миязаки, Набуя Ханай. Басtakor Хидея Шумазу. Nippon Animation mahsuloti. Film O'zbekiston teleradio kompaniyasining buyurtmasiga binoan O'zbekchilik film studiyasida dublyaj qilindi. Rus tilidan Mirzamurod Olimov tarjimasi. Dublyajda artistlardan Barno Qodirova, Karomat Isomova, Munira Asatullayeva, Fayzulla Ahmedov, Farhod Abdullayev, Bahodir Nishonov, Fathulla Masudov. Rejissyor Kamoliddin Usmonov. Ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova. Rejissyor yordamchisi Alisher Ahmadjonov. Muharrirlar Munira Asatullayeva, Burxon Umarov. Video muhandis Sardor Nurullayev.